Bu savolga to'g'ri javob bera olgan insonlar IQ darajasi juda ham baland bo'lar ekan. Savolni eshitinglar. Qadimda bir podshoh bo'lgan ekan va uning dono vaziri bor ekan. Bu dono vazirning shunaqangi dushmanlari ko'p ekanki, unga bir fitna qilib o'lim jazosiga hukm qilibdilar. Lekin podshoh unga imkoniyat beribdi. Yoniga ikkita varoq qo'yibdi. Biriga o'lim, biriga hayot deb yozilgan ekan. U vazir qaysi birini tanlasa, o'sha hukm bo'lar ekan. Buni bilgan ana u fitnakor dushmanlar ikkala qog'ozni ham o'lim degan yozuvga almashtirib qo'yibdi. Lekin u dono vazir shunday bir ish qilibdiki, u tirik qolibdi. Demak, savol, u nima ish qilganki, tirik qolgan? Savolga javobni bilganlar kommentariyaga yozamiz, bilmaganlar like bosib, yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yamiz. IQ darajangiz nechiligini tekshirib ko'ring. O'zbekiston uchun eng muhim bo'lgan o'yin O'zbekiston hamda Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida bo'lib o'tadigan futbol uchrashuvini biz живой ko'rishga Dubayga boryapmiz. Agar siz ham biz bilan birgalikda Dubayga borib futbol tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Tur paketimiz tayyor. Hozirda eng arzon narxlarda, keyinchalik qimmat bo'lib ketishi mumkin. Hozirdan joyingizni bron qilib olinglar. Nasib bo'lsa birga borib maza qilib O'zbekiston uchun qo'llab-quvvatlab balet qilib kelamiz. Olg'a O'zbekiston!